Assalomu alaykum YouTube obunachilari. Bizda hozirgi paytda eng trendga aylanayotgan Depal S07 to'liq elektri ko'rishingiz mumkin. O'zbekiston bo'yicha kam, faqat biz olib kelyapmiz bu narsani. Bo'lsa kommentariyaga yozib qo'yinglar, bormi yo'qmi. Ko'rsanglar bo'ladi, diskalari boshqacha bo'ladi. Operator ichkarilarini ko'rsatib yuboring. Passajir tomonida Sedenani Abduf, Abagrev ikkala sedenada ham keyin atamanka massaj bilan jihozlangan. Ko'rishingiz mumkin. Buni rejimlari juda ham ko'p bo'ladi. Diskalari yangi. 2 qavatli oynalari bilan jihozlangan. Oldilari ham deriskiy qilib ishlangan bo'ladi. Ungacha sizlar obzori ko'ryapsizlar, like bosib qo'yinglar, podpisatsiya, like, kanalimiz rivoji uchun. Ichiga o'tiring operator. Men buni tushuntirib o'taman. Общий hamma joylarini. Голосовой управлениялari ham bo'ladi. Rusifikatsiya, garantiya, polik, zaryadchilar bilan qo'shib beramiz. Bizning avtosalonga kelinglar, sizlarga chiroyli qilib narx qilib beramiz sizlarga. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar, batafsil ma'lumotni tushuntirib o'taman. Bola.